Hop, Bismillahirrohmanirrohim. Demak, task bro ikkimizni boshlaymiz. Kecha berganimiz. Give your opinion about the type of musical activity the club should offer. Say whenever it should be focused on learning, performing and enjoying music and explaining why. Bu yerda o'sha musiqa activity faoliyatiga, klubiga o'zingizni fikringizni kiritishingiz va nimalarga urg'u berishlik, o'rganishlikka, ish jarayoniga va musiqadan rohatlanish va uni nima uchunligini tushuntirib berishlik haqidagi bir mavzu berilgan. Ko'pchilik o'ylanadi, bunaqa musiqaga bugun o'zi bir-ikkiga o'zi sizlar juda ham qiynaldilaring topik berishda, misol uchun juda ham bir qiyin holatga tushib qoldilar-da. Bizda ba'zi bir vokabularilarni ishlatish bo'yicha biz misol uchun chiroyliroq ishlasak bo'ladi. Misol uchun men sizlarga hozir qaysi vokabulariyni qattiq ishlatishlikni hammasini bir ko'rib ketamiz. Endi misol uchun aytaylik, biz doimgidek tasbirikimizni dear, sir, dear, madam, hurmatli janob, xonim deb boshlaymiz. Yoki dear, e'tibor berasizlar, dear, misol uchun Jamshid dedim. Dear Jamshid. Va virgul qo'shish kerak, imkon boricha virgul va bitta tashlab. Men doimgidek qolpimiz I'm writing misol uchun o'zini holatini, ya'niki o'zini fikrini bildirish uchun yozyapti. Nima deymiz? To express my views deb yaxshiroq bo'ladi. Regarding the nimagadir, ya'ni men yangi tashkil etilgan, misol uchun qanaqadir klubimiz uchun taklif qilingan qanaqadir bir musiqiy faoliyatlar haqida o'z fikr mulohazamni bildirmoqchiman desangiz, tashkil etilgan, qilingan desak proposed musical activities for our yangi tashkil etilgan klubimizga, for our new established musical club siz bo'ladi. Musical club and men taklif qilmoqchiman to suggest an appropriate folks for our upcoming session. Ya'ni nima? Va kelgusi mashg'ulotlarimiz uchun munosib yo'nalishlarni taklif qilish maqsadida yozmoqdaman deyapti. Qarang. I'm writing to express my views regarding the proposed musical activities for our new established club and to suggest any appropriate folks for our upcoming sessions. Ya'ni bu yozyapti nima uchun? Yangi tashkil etilgan musiqa faoliyatiga o'zida yangi tashkil qilingan musiqa faoliyatini o'zini fikrini bildirish uchun va ularga qanaqadir o'zini yangi sessiyalar uchun e'tibor berish kerak bo'lgan takliflarni bildirish uchun yozmoqdaman deb beryapti. Bu yerdagi asosiy urg'ulangan so'zimiz mana bu so'zimiz. Ya'ni bu express my views, ya'ni o'z fikrini bildirmoq. Tushunarlimi? Bu ham bir kerakli so'zlarimizdan biri. Yaxshi, yozib oldik. Endi biz pastdan bir qator tashlaymiz. Bo'ldi, bitta gap yozib bo'lindi, murakkab gap. Endi biz yozishimiz kerak bo'lgan narsa yana shuki, qanaqadir o'zini fikrini bildirish. Endi batda shunga o'zini fikrini bildirib boshlaydi. Misol uchun men aytaylik qanaqadir bir faoliyatlarni qadrlasada, misol uchun klub ko'proq musiqadan misol uchun rohat olishiga qarash kerak deb aytsak, nima deymiz? While yoki even though farqi yo'q. While I appreciate, misol uchun various approaches yondashuvlarni misol uchun yondashuvlarni qadrlasamda,
Misol uchun, deylik, men ko'proq musiqalardan misol uchun bahram olishni olaman. Ko'proq firmly siz bir o'ylayman. Misol uchun, I firmly believe the misol uchun club should concentrate. Misol uchun club should concentrate. Concentrate. Nimaga e'tibor berishga? Concentrate on the misol uchun enjoyment of music. On the enjoyment of music. Dahshat gap va nuqta bilan bitirasyapman. Endi aynan shu gapimizni endi yana ham kuchaytirishimiz kerak. O'zi nima bo'lyapti recording. Aynan shu gapimizni biz nima qilishimiz kerak? Yanada kuchaytirishimiz kerak. Qanday qilib? Misol uchun aytaylik, fikr bildiramiz. Ko'pincha shikoyat tushishi mumkin. Ko'pincha misol uchun a'zolar juda band hayot tarziga ega, misol uchun qanaqadir zergala hayot tarziga ega. Shuning uchun turli janrlar, misol uchun qadrlanadigan, misol uchun qanaqadir tinchlantiruvchi muhit yaratish bir qat'iy bir mashg'ulotlardan ko'ra foydaliroq bo'lib kelishi mumkin. Qat'iy mashg'ulotlardan ko'ra. Ularga qanaqa komfort zona yaratib berishimiz kerak. Many members misol uchun qanaqa? Aytaylik, music nuqta-qo'llik. Many members deyapmiz. Misol uchun juda ham ko'p a'zolar misol uchun band hayot tarziga ega. Band hayot tarziga ega bo'lsa, demanding lives. Dahshat so'zni demanding lives. Endi bizda ko'pincha shartga qanaqadir nuqta virgul qo'yishingiz kerak. Chunki bu bitta gapni asosiy bir urg'u, paragraf nomi deb ataladi bu gapda. Ya'niki, shuning uchun degan narsani zas. Sizlar so'raganlar o'tgan safar mana o'sha zas shuning uchun degan ma'no bildiradi. Zas. Aytaylik, shuning uchun misol uchun turli xil janrlarni tinchlantiruvchi muhitni yaratish kerak bo'ladi. Yoki o'sha misol uchun turli xil janrlarni qadrlaydigan, tinchlantiruvchi, rohatlantiruvchi narsani yaratish. Qanaqa? Fostering desak bo'ladi. Fostering relaxing, aytaylik, relaxing environment. Environment, muhit, where, joy, environment joy, ya'ni janrni yaratish kerak. Texnik mashg'ulotlardan ko'ra misol uchun janrni yaratish, diverse genres deb bo'ladimi? Diverse, aytaylik, genres. Diverse genres are misol uchun ma'qullangan. Appreciated would be ma'qul bo'ladi, ya'ni mamnun bo'lishadi. More beneficial beneficial than insoshilyapti. Nimada? Than misol uchun mashg'ulotlardan ko'ra. Technical says practice yoki training yaxshi. Qo'yaman. Mana shu holatda bo'lyapti. Endi bunday yondashuv deymiz. Bunday yondashuv nimaga olib kelishi mumkin? Misol uchun ushbu yondashuv misol uchun barchani qamrab olishi, ya'ni rag'batlantiradi va barcha misol uchun mahorat darajasiga qanaqadir shaxslarga chiqishi mumkin. Yoki jadval qanaqadir o'sha o'zini musiqa asbobni jadal o'rganib ketishi mumkin bu orqali. Bunga nima qanaqa deb yozishimiz mumkin? Aytaylik, this approach would misol uchun bu yondashuv barchani qamrab olishi
mümkün misol uchun would encourage inclusivity. Encourage misol uchun encourage inclusivity siz barchani qabul etadi. Inclusivity allowing individuals of all skills misol uchun allowing bu nima misol uchun nima degani allowing individuals individuals allowing individuals hamma skill levellariga of all skills skill levels tabiiyroq bo'ladi to participate for yoki without the pressure bosim qanaqadir bosim zerikarli bir qanaqadir jadal shaxslarga rasmiy chiqish yoki jadal o'rganish bilan bog'liq bo'lgan bosimlarsiz qanaqadir bosimlarsiz ishtirok etish imkoniyati misol uchun qanaqadir bosimlarsiz nima desa bo'ladi ishtirok etish imkonini beradi. Often associated with formal performance oriented learning. Hop. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Ya'ni bizdagi ushbu yondashuv barchani qamrab olyapti. Albatta, ya'ni this approach would encourage inclusivity. Ya'ni misol uchun allowing individuals of all skills levels to participate without pressure. Ya'ni rag'batlantiradi barcha mahorat darajasidagi shaxslarga, ya'ni individuals of all skills levels ruxsat beradi nima? Bosimsiz ko'pincha shaxslarga rasmiy chiqish yoki ya'ni misoliy darajasidagi barcha mahorat darajasidagi shaxslarga rasmiy chiqish va jadal o'rganish. Ya'ni would more often associated with formal performance or intensive learning. ishtirok etish imkonini beradi. Albatta, jadal o'rganish bu intensive learning bo'lib kelyapti. ishtirok etish imkonini berish often associated with formal performance bizga mana shu tarjimani beryapti albatta. Tushunarlimi? Bizda asosiy allowing individuals all skills, ya'ni hamma skillga erishishlik bo'yicha shaxslar imkonini beradi. Ya'ni bosimlarsiz often associated with formal performance intensive learning bu aslida jadal o'rganish degan ma'noni bildiradi bu. Mana shu vokabularlar ham juda ham bir muhim. Endi bizda mana yozib oldik. Endi o'zini fikrini bildiryapti. Endi I want bilan boshlaymiz doimiy. I want bilan boshlaymiz. Appreciate mamnun bo'lardim. Appreciate it doimiylik. If agarda deyapman, men agar mamnun bo'lardim, ya'ni misol uchun o'sha rejamizga yo'naltirilgan tinglash sezonlari yoki tinglash jarayonlari yoki norasmiy munosabatlarni qanaqadir kiritishni ko'rib chiqsangiz juda minnatdor bo'lardim. Ya'ni norasmiy munosabatlar deganda biz o'sha pressure texnika, ya'ni zerikarli ma'lumotlarni kiritayotganini u qarshilik qildi-ku, biz shuni qayta ko'rib chiqing deymiz. Endi biz aytishimiz mumkin if you could consider tekshirib chiqsangiz endi consider nimani misol uchun tinglash sezonlari tinglash misol uchun sezonlar tinglash qobiliyatlari consider integrating misol uchun guided listening
listening sessions and informal discussions into our schedule. Ya'ni biz jadvalimizni shunaqa schedulelarni qo'yish. Minnatdor bo'lar edim. Jadvalimizga yo'naltirilgan tinglash sessiyalari va norasmiy murojaatlarni kiritishni ko'rib chiqsangiz, men minnatdor bo'lardim deb aytib qo'yapman endi. Endi biz yana davomida nima deymiz? I look forward. Doimiga bizdagi bir qolipimiz I look forward to learning your thoughts on this proposal. Ya'ni bizdagi asosiy narsalardan biri ushbu taklif bo'yicha fikringizni yana kutib qolaman deyapmiz. Yana pasidan nima deymiz? Yours faithfully siz. Yaxshi. Faithfully, ya'ni hurmat bilan Javohir Mahmudov deb tugatib qo'yapman. Mana topikimiz mana o'z nihoyasiga yetyapti. Ya'ni yetib ham bo'ldi. Endi hozir tekshirib chiqamiz. Bizda topikimiz mana va topikni birinchi kopiya qilib ko'ramiz hozir. Pro darajada turibdi. Hop, tekshirgunigacha biz vokabularilardan foydalanamiz. Ya'ni vokabularilar degan bo'lim ochimanda va sizlarga kerakli bo'lgan o'sha tekstlashayotgan vokabulariyni ko'rib chiqaman. Hop, birinchi o'rinda bizda vokabularilardan ishlatganlarimizdan express my views yetdim. Demanding life dedimi? Birinchi chiroyliroq qilish uchun to-do list ochib olamiz yoki number qo'yib beraman. Demanding lives degani, ya'ni juda band yoki og'ir hayot tarzi. Juda band, xuddi men kabi juda band yoki og'ir hayot tarzi. Ikkinchisi, misol uchun fostering. Misol uchun yangi so'z fostering bu rivojlantirish. Rigorous bo'l. Bu qat'iy, juda intizomli. Inclusivity bor. Inclusivity degani, aytaylik, barchani qamrab olgan. Aytaylik, yana birlashtirish bor, integrating bor. Hop, bu yerda yana proposal bor. Ya'ni taklif berish. O'quvchilar shuni ham bilishlari kerak. Taklif berish. Endi biz topik bo'yicha bir ikkita vokabularni sizlarga tavsiya beraman. Music atmosferda, ya'ni music atmosfer bor. Music atmosferni his qilasizlar. Hop, birinchi o'rinda eshitish tajribasida auditory ses yaxshiroq bo'ladi. Auditory experience
ya'ni bizdagi eshitish tajribasi. Hop, yana nima deyishimiz mumkin? Tinchlantiruvchi desak, misol uchun musiqani ruhiy ta'sirini misol uchun tasvirlashda. Bundan misol uchun therapeutic bor. Sizlarga mana shu so'zni tavsiya qilaman, ya'ni yangi so'z. Therapeutic, ya'ni tinchlantiruvchi. Hop, keyingisi misol uchun qalbni junbush, haligi juda ham bir kuchli his-tuyg'ularni uyg'otadigan musiqa, qanaqadir bir odamni his-tuyg'ularini uyg'otadigan musiqalar bo'ladi. Ular nima deyiladi? Soul stirring desangiz, stirring. Bunga biz misol uchun kuchli hislarni uyg'otadigan musiqa, misol uchun o'sha qalbni yumshatadigan desak bo'ladida, qalbni yumshatadigan. Qalbni yumshatadigan musiqa. Hop, keyingisi misol uchun muhit, atmosferani ko'rdik. Endi skills bo'yicha vokabulari beraman. Mohir ijrochi bu so'z uchun virtuoz, ya'ni mohir ijrochi. Mana yangi so'zimiz bu bizda. Keyin guruh biladigan asarlar to'plami bor. Asarlar to'plami biz nima deyiladi? Report yoki qanaqadir reper lawyer bor. Asarlar to'plami. Juda ham kerakli so'zlar bu topik uchun to'plami. 14 ga tushdi. Hop, sahna qo'rquvi bor. Stage fright bor. Sahna qo'rquvi. Keyin misol uchun oldindan tayyorgarliksiz desak nima bo'ladi? Misol uchun improvisations bor. Improvisations bor. Bu ya'ni misol uchun bizga nima deyish mumkin? Ya'ni oldindan tayyorgarliksiz degan. Oldindan tayyorgarliksiz. Ya'ni ad-libbing sinonim bo'ladi. Ad-libbing sinonim bo'lib kelishi mumkin. Education uchun nima bor? Misol uchun musical literacy bor. Musiqa savodxonligi. Musical literacy. Musiqa savodxonligi. Keyin master class mahorat darsi bo'ladi. Mahorat darsi. O'qitish metodikasi bo'lsa, pedagogika desangiz bo'ladi. Bo'ldi, shuncha so'zimiz mana tayyor vokabulari bu topikka tegishli bo'lgan vokabulari. Sizlardan maslahatim shuni chuqurroq yodlashlaring kerak. Bu so'zlar juda ham kerak sizlarga va ishonamanki, rakdan xohlasangiz safar shunaqa vokabularlarni ishlatishlaringga umidvor bo'laman. Hop, bizda hali ham tekshiryapti bu. Demak, qaytadan urinib ko'ramiz. Hozircha jicha yangilanish bo'ladi. Hop, keyin ko'ramiz. Launcher qilib. Mana shu 18 so'z. O'quvchilar, mana hozir balimiz 6 dan 5 ball berdi. Yaxshi, bu yaxshi yozilgan.
muammolardan biri bizdagi muammo I'm writing to express my views. Yani new established should be newly established because yani new established biroz new established bo'lishi kerak. Newly established. Men new established deb qo'yibman, o'zi aslida newly established bo'lishi kerak. Bu grammatik xato. Keyingisida muammo yo'q, no issue bo'lyapti. Issue batdagi issue'miz shuki, biz so'zdan keyingi virguldan oldin keraksiz bo'ylar. Bu joy bu grammatik xato emas. Biz grammatik xatolarni aytib o'raydigan bo'lsak, ega va kesim mosligi xatosi. Approach birlikda. Shuning uchun fe'l encourages bo'lishi kerak. Ha, men encourages deyishni unutib qo'yibman. O'shaning uchun encourages tushib qolgani uchun 6 balldan 5 ball bergan, 6 ball berishdi uniga. Keyin schedule so'zidan keyin bo'sh joy yo'q. Bu ham nima bo'lmaydi. Yours faithfully, ya'ni yours faithfully iborasi dear sir madam uchun ishlatiladi. Shunga Jamshid deb murojaat qilganimiz sababli yours sincerely dan foydalaning. Wow, men bor uzunlar men hattoki shu yerda ham shu narsani unutib qo'yganman o'quvchilar. Xo'p, ana shunaqa chuqur tekshiriladi. Bu narsani mana oxirini ko'radigan bo'lsak, manda B2 plus chiqqan, umumiy level C1 ga biroz qolgan, B2 plus bergan. Ya'ni misol uchun manda mana shu fixdan, tepadagi fixdan to'g'laganimda mana C1 chiqqan bo'lar edi. Lekin B2 plus chiqdi xullas natija. Ya'ni oldingimiz 5 ball edi, bu ham 5, jami 10. Ya'ni 10 ball bo'ldi hozir ikkita ratingda, xudo xolasa. Xo'p, o'quvchilar task Bluebirdni tushuntirishim shart emas. Hamma yaxshi yechyapti, yaxshi yozyapti, lekin task Bluebird 1-2 bilan blok bo'lsa biroz qiynalasiz. Shuning uchun shu ikkalasini men darslik qilib tayyorlab berdim.